Xo'p, sizlar bilan bugun o'zbek tilidan ingliz tiliga gaplarni to'g'ri va aniq tarjima qilishni o'rganamiz. Bu yerda o'zbek tilida gap turibdi: qattiq hurayotgan it qo'shnimniki. O'zbek tilidagi har qanday gapni ingliz tiliga tarjima qilish uchun birinchi oxiridagi so'zga qaraymiz. Chunki oxirida nima turadi doim? Oxirida doim kesim turadi. Kesimni yozamizmi birinchi deyishlar mumkin. Yo'q. Biz kesimni topib, kesimga savol berib egani topib olamiz. Shunchaki egani topsak bo'lmaydimi deyishlar mumkin. Bo'lmaydi. Sababi kesimni joyi aniq. Kesim doim gapning oxirida bo'ladi. Qo'shnimniki. Egaga savol beramiz. Nima qo'shnimniki? It qo'shnimniki. Endi it shu yerda shunda ega bo'lyaptimi? Yo'q. U oddiy it emas, u qattiq hurayotgan it. Demak, ega shu joygacha ega bo'lyapti. Endi ega bitta so'z emas, 3 ta so'zdan iborat bo'lib qoldi. 3 ta so'zdan iborat bo'lgandan keyin ingliz tilida har qanday gap o'ng tomondan chap tomonga qarab tarjima qilinadi. Xo'p, it. Tagiga chizaman, har bitta yozayotgan so'zimni. Dog, hurayotgan. Endi ganni tarjima qilaman. Birinchi, agar gandan keyin narsa ot keladigan bo'lsa, which ishlatiladi. It narsa ot emas-ku deyishlar mumkin, lekin baribir ham itga which ishlatiladi. Which is barking. Yozuvni e'tibor beringizlar. Hurayotgan, qattiq. Qo'shnimniki. Kimning qo'shnisi u? Mening qo'shnim albatta. My. Neighbors. Bu s nimani beryapti? Ning yoki niki tarjimasini beradi.